tuyalar bor edi yo'lda. Videoga olinganida o'tib ketib qoldik. Madinaga ketishda mana ko'p joylarda yo'llardan shunday xurmolar chiqyapti. Xurmo daraxtlari, xurmo bog'lari. И ты увидишь, как люди будут заходить в ислам толпами, в религию Аллаха толпами. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Katta toshlardan tog'. Bu videoda boshqacha ko'rinyapti, lekin xuddi toshlar nam olib to'da qo'yilgan tog', bunaqa tog'. Общий bitta tuvda bo'lib katta bo'lmaganda. Adil. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz alhamdulillah jumaga ulgurolmadik Madinaga yetib. Yo'lda namoz o'qidik, o'zi saqlab. Mana ko'p joyda reys bilan taom yeydi. Hozir bir joyda mana yana burger bor ekan. Nasib etsa inshaalloh men berdim. Burger zakaz qildim. 7 riyal ekan. Обед. Ну, он спросил, сделать острый. Чуть-чуть показал. Har xil navlardan o'tdik-da, pustыня joylardan. Hamma joylardan men zaborcha qo'ygan. Juda ko'p yo'l yurdik, o'sha yerda polniy zabor turibdi. Tuyalar bor ekanda o'tib ketmaslik uchun. Keyin yanda anchadan keyin kelgan paytimiz hamma joy to'proqlik bo'lsa, chista anaqa mayda, kattaroq sredniy toshlik qirlar, tog'lar chiqibdi вообще. Agar beri yursa to'proq ham bo'lsa, tosh. Agar ayoling вообще yurib bo'lmasa kerak. Chunki mayda toshlar ustida mana bu hozir tog' bo'lsa, bunaqa toshlikning ustiga yurish вообще boshqacha, yanda ko'rinishi boshqacha edi. O'sha joylardan o'tib ketdik. Madinaga kirib kelyapmiz. Alhamdulillah mana uylarga qaranglar. Madina. Alhamdulillah. Салату вассаламу аля расулиллах. Дорогие братья и сестры, вот мы заезжаем в Медину. Алхамдулилlah, вот город нашего пророка Мухаммада. Sallallohu alayhi vasallam. Alloh subhanahu va Madinaga yetib kelganimizdan keyin mana bir joylarga kirdik. Ko'p avtobuslar saqlagandan beri. Beri biz saqladik. 50 boshimiz. Hayla. Pasportlarni sumkachaga solib, olib ketdi. Nimadir qildirami deyman, atmetika qildirami или kirib topshirib chiqdi. Mana Madinaga keldik, alhamdulillah. Mana masjid ko'rinyapti. Gostinsiya ketamiz.